O'g'limi, qizimi pul yiqqan. Bu pul qishda nima bo'ladi? Qishda qiynab ko'rsiz. Hammalar mana shu bitta xonada yashaysizlar. Qishchilingiz qayerdan bo'ladi 3 ta bolangizni? Tirikchilik, kunlik ishga chiqaman. 3 xonali uyni kaltini beramiz. Voy, rostdanmi? Javob. Mana qizim. Ke Umidaxon qizim, kechi. Yangi uyli bo'libsiz. Voy, maydonda yangiga chiqib ketamiz. Otdan hech so'rovmadilaring? Doim so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Hormang, tanidingizmi bizni? Mana shu mikrofonni qadab oling, mikrofon bor, ro'molingizga qistirib olasiz. Mana shu yerga qo'yib beravering bozorliklarni. Qani bolajonlar chaqiringchi meni oldimga. Aslidagi qizim. Keling, bor ukanglar chiqing. Yaxshi keldinglar. Qalaysiz? Otingiz nima edi sizda? Diloramizmi? Ana shu o'tirasiz ham mayli. Qani bolangizni menga bering. 6 oylik qoluvdim dadasiz-da? Qornimda qolgan. Ha, qorningizda qoladi. Ismi nima buni? Zubayr. Zubayrmi? Subhanalloh. Zubayr? Hali tilga kirmabdi. Qani katta bolalaringiz yaqining? Kattasi bunisi. Ikkinchi unisi yovvoyroq azot. Yo'q. Nechta o'g'il, nechta qizingiz bor? Ikkita qizim, bitta o'g'il. Mana ushlab turingchi. O'tiring. Sizlarga biz buni bizni qarang, ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan bir akamiz bor-da. O'g'limi, qizimi pul yiqqan. Bu pul buni ichidagi. Endi och bermay qo'ya qolib, o'zingiz ochib ola qoling, ancha mehnat bor ekan buni. Bolajonlar ochib olasizlarmi sizlar? Mana shu uchovim bolangiz? Turmush o'rtog'ingiz o'tib qolganmi-da? Nima bo'lib o'tgan? Avval Zubayr qoningizda qolgan-a? Qol. 3 tami farzand? Bu bir xona bor xolos uyingiz. Shu narigi xona. U narigi xonangiz oshxona. Oshxona vazifasini bajaradi, lekin kirishga qo'rqamiz. Asha bir ko'rsak bo'ladi. Qani yuring. Qani o'zi yeb boshlaysiz. Bo'ldi, qo'yadim, ko'rdim. Mana shu yerda yashab turasizlar. Shu ukam yotadi, o'g'il bola. Qarang, bitta xonadasizlar. Necha kishi yashaysizlar? Onam, men, bolalarim, 3 ta farzandim, bitta ukam bor. O'g'il bola ko'zmi? Uylanganmi? Yo'q. Endi uylashir ekan. Bitta ukam bor, u Rossiyada 97-yil u qamoqda. Qamalib qo'ygan. Qamalib qo'ygan. Hali kesgani yo'q. Sudlanyapti hali ham, lekin chiqqani yo'q. Siz tirikchilingiz qayerdan bo'ladi 3 ta bolangiz? Tirikchilik, kunlik ishga chiqaman. O'zimizga. Kundalikka. Bolalaringizga kim qarab turadi? Onam qaraydi. Qishda nima bo'ladi? Qishda qiynab ko'rsiz. Hammalar mana shu bitta xonada yashaysizlarmi qishda? Sizga bir kelganingizda uyga va'da bermaymiz, xudo xolasa mana shu yerga qilib beramiz deyodiga sizdami? Bir va'da bersanmi? Bajara olmay qolsang undan yomon yo'q-da. Shuning uchun biz sizga bo'lsa va'da bermaymiz. Sizga 3 xonali uyni kaltini beramiz. Voy, rostdanmi? 3 xonali uy sizga. Voy, rahmat. Tayyor bitta, xudo xolasa. Umidaxon, mana qizim. Ke Umidaxon qizim, kechi. Jonim bola. Uyli bo'ldilaring. Sen tog'ingga. Yangi uyli bo'libsiz bolam. Xudoga aytganlaring bor ekan. Bolam. Voy, maydonda yangiga chiqib ketamiz. Hech nimadan kam ko'zlaringga uy xudo berdi sizlarga. Rahmat. Allohdan hech so'rovmadilaring? Doim so'raymiz. Har doim so'raymiz. Mash qizim. Uxlaguncha so'raydi tunda. Yangi uyga chiqib ketamiz. Begunoh bolaning duosi qabul bo'ladi, qarang. Yo'q, uxlamay bolam. Rahmat. Qizim, duo qilib berasizmi siz? Duo qilasiz. Voy jonim bolam, yig'layapti. Asalim men. Mama qizimning ismi nima edi? Umidaxon. Umidaxon. Duo qilasizmi? Voy becha, kelingchi qani. Nima yig'layapsiz, voy jonim bolam? Yig'la. Nima yig'layapsiz? Xursand bo'lib yig'layapsizmi? Endi xudo xolasa zo'r uylaring bo'ladi, bo'ptimi? Ona qizim. Qishda mazza qilib qishlasizlar, bizga yaqin borib qolasizlar, ha? Baliqchining markazidan, sentridan xudo xolasa. Duo qilib berasizmi qizim siz? Ha?
Duo qilasanmi qizim? Homiylik qilganlar bor. Shular siz o'zingizga duo qilib bering. Amin. Avvalambor bu bizni uyli bo'lishimizga sababchi bo'lgan birinchi o'rinda sizlarga kattakon rahmat. Iloyim yuzlaring yorug' bo'lib, bizdan ham ko'p insonlarga homiy bo'lishlaring. Niyat qilib qolaman. Bizga kafil bo'lganlar, homiylik qilganlar, uzoq rizqlar, ulug' martabalari baland bo'lib, topganlar to'ylarga buyurib, to'ylardan oshgan hojlarga nasib qilsin. Bizga birni beribdi, Alloh ularga mingni bersin. Hamisha duoda bo'laman ular uchun. Allohu akbar. Bu joyda topib kelishligimiz oson bo'lmadi. Bunga katta yordam bergan Nurul akamni bilasiz. Kerak bo'lsa yuringlar bir ko'ringlarchi deb. Chunki bizda bitta uy uchun kamida 10 ta xonadon da'vogar. Hammasini o'rganib chiqamiz, holatiga qaraymiz-ku. Sizlarda xonadonlarning xudo xolisa tushib qoldi. Chunki bir xonada haligi o'zingiz aytgan 10 ga yaqin odam yashashligi endi mayli u yog'ini endi yarangizni yangilamang. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Salomat bo'ling, a. Xudo xolisa olib ketamiz yangi uyingizga. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli, sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, rahmat. Xo'p, mayli, xo'p.